Mana endi davom ettiramiz. Boyagi tema mana siydik tutolmaslik, tunda hojatga ko'p qatnashish haqida man sizlarga juda ko'p ma'lumotlarni berdim. Oldin ham bir berganim, agar ahamiyat bergan bo'lsanglar, mana siz demak o'sha siz bilgan kana kunjut yog'i, man kastor yog'i deb o'rganganman. Kastor yog'ini qanaqangi foydalari haqida endi bildinglar. Endi man bugun sizlarga eng yaxshi temalardan bittasi qilib nimani bermoqchiman. Pomidordan bir pomidorni so'ki. Pomidor so'ki deganda sizlar darrov hali biza yozda, kuzda boshlaymiz pomidorni so'kini qilishni. Man to'g'risini aytsam bir necha yildan beri уже so'ki qilmay qo'ydim. Sababi o'sha qaynatib olib qo'yilgan so'kingizda tuz qo'shilgan, unga hamma narsa qo'shilgan, qaynatilgandan keyin uni pomidori hamma xususiyati ular ekan. Shuning uchun men u narsadan hozir oxirgi paytda qilmaydigan bo'ldim. Pomidorni men unga mana shunga yana o'zim guvoh bo'ldimki, mana temalarni qidirib, kitoblardan o'qib va Ibn Sinoning kitobi ham xosiyatli mevalar, xosiyatli so'klar degan kitoblar bor, katta kitoblar. Ana shulardan bildimki, pomidorni so'ki qaynamagani juda katta ahamiyatga ega ekan. Juda ham katta foydasi bor ekan. Shu haqida bugun men sizlarga bermoqchiman. Mana shuni bilib olinglar, ahamiyat beringlar. Iltimos o'rtoqlar, qaynatilgan, antiqa olib qo'yilgan so'kdan foyda yo'q ekan. U faqat bizlar o'sha ishtahomizni ochishiga yoki boshqa narsaga, ko'proq ishtaha ochishga, uni kayfiyatni ko'tarishga ichiladi. Lekin aslida qaynamagan qip-qizil pomidorni o'zini chiqarilgan suvi eng foydali ekan. Mana bugun eshitasizlar. Mana shu pomidor mo'jizali qip-qizil pomidor qanday quvvatga, qanday kuchga egaligi haqida hozir men sizlarga aytib beraman. Ayniqsa mana shu pomidor so'ki, mana bundan oldingi temada qarang, siydik tutolmasga pomidor ham. Hozir bundan keyin sizlarga yana beradigan temamda ham siydik tutolmaslikka foyda chesnok haqida. Chesnokni tungi vrach deylar ekan, qarang. Tunda nima ish qilar ekan chesnok? Yotarda bir dona chesnokni shunda olib yemasdan yeyishi yo'li bor ekan. Ana shuni yeb yotsa, tunda nima ishlarni bajarish haqida men sizlarga shu ma'lumotni juda o'zim qiziqdim va shuni sizlarga yetkazmoqchiman. Hozir demak mana shu siydik tutolmaslikda ham pomidor so'ki meni hayotda qaytardi deganlarni sizlarga aytib bermoqchiman. Xo'p. Men aytdim, siydikni asosiy ushlamaslikning sababini tushuntirdim. Endi mana shu siydik tutolmaslikka yana eng katta foydali narsalardan bittasi men aytdim, pomidor, ya'ni qaynatilmagan pomidorning o'zini haqiqiy suvi eng foydali ekan. Faqat uni yangisi svejiy deyiladi. Svejisi shu xususiyatga, yangisi shu xususiyatga ega ekan. Ya'ni trombositlarni bir-biriga yopishmasligini ta'minlar ekan, qonni suyultirar ekan, demak har bitta organlarni qon bilan ta'minlanishini ta'minlab berar ekan mana shu pomidor so'ki. Sababi nima? Pomidorni mana shu so'ki nima uchun shunaqa zo'r xususiyatga, asosiy xususiyatlari qonni tozalash, qarang. Har xil dorilarni ichamiz, qonni mana shu pomidorni o'zi uchun yetishib, men o'ylaymanki, endi yana bir tomonga gumonga boraman. Hozirgi masalan qishdagilarga men bunaqa baho bera olmayman, sababi qishdagi Tbilsida bo'lgandan keyin albatta dorilar qilinadi. Ayniqsa yozlarda masalan shuni tavsiya qilgan bo'lardim. Lekin baribir insoflilar bor, o'zi pomidorni men o'zim ekaman, o'zim Tbilsida qilaman, o'zim shuni ichaman, oilaman deydiganlardan olsanglar. Xo'sh, nima uchun mana shu pomidor, tomatniy sok deyapti ruscha, tomatniy sok, ya'ni pomidor sokini nima uchun foydasi bor ekan? Albatta uni tuzsiz shunda o'zini ichgani foydasi bor ekan. Nima uchun? Uni tarkibida tromb hosil bo'lishiga qarshilik ko'rsatadigan moddalar bor ekan. Mana sizga, meni saloham ham xuddi shunaqa bo'lardi. Tromb hosil bo'lishiga qarshilik qilar ekan uni tarkibidagi moddalar. Xo'sh,
Qarang, nima uchun? Pomidor tromb hosil bo'lishiga, qonda tromb paydo bo'lishiga. Tromb nimaligini bilasizlar? Tromb demak qonda eritrotsitlar birbiriga yopishib, trombositlar ularni demak yopishish natijasida qonda tromb degan o'zbekcha qon laxtasi hosil bo'ladi. Ayniqsa qon laxtasi ichaklarni, qon tomirlarini devorida o'tirib qoladi. To'g'rimi? Chunki qon tomir devorlari yallig'lanish natijasida g'adir-budir bo'lib qoladi-da, ana shu cho'nqirroq joyga kirib olib turib, mana shu joyda tromb hosil qiladi. Keyin bilasiz uni oqibati nimalarga olib kelishini. Demak, pomidor tarkibida birinchi navbatda nima bor ekan? Mana shu tromb hosiliga qarshilik ko'rsatadigan salitsillatlar bor ekan. Salitsillatlar nima degani? Biz qanday tushunamiz? Asetil salitsilli kislota bor-ku mana. Buni aspirinni ichinglar qon suyultiradi deyilyapti-yu. Mana sizga tabiiy aspirin, ya'ni salitsillatlar haqiqiy salitsillatlar u tromblarni bir-biriga yopishiga, eritrotsitlarni bir-biriga yopishiga, ya'ni trombositlarni bir-biriga yopishiga, eritrotsitlarni demak to'planib yopishiga yo'l qo'ymaydi. Salitsillatlar har bir trombni ustini nima uchun bu shunga yo'l qo'ymaydi? U har bitta trombositlar, eritrotsitlarning ustini pardaga o'xshab o'rab olar ekanda, keyin silliqlanib qoladimi usti? Demak, bir-biriga jipslanmaydi, yopishmaydi. Ana sizga o'zi aspirin qon suyultiradi deb aytishadi-yu. Yo'q, aspirin qonni suyultirmaydi. Aspirin qondagi trombositlarni bir-biriga yopishishini oldini oladi. Qon quyuqlashishini oldini oladi. Lekin u qonni suyultirmaydi. Mana shu aspirinni tarkibi nimada bor ekan? Salitsillatlar, demak, oddiy qaynamagan pomidor sopida bor ekan. Ana shu demak, trombositlarning ustini nima o'rab olgandan keyin parda silliq bo'lib qon tomirda silliqqina o'tib ketaverar ekan. Bir joyga to'planib qolmas ekan. Mana shuni nima ta'minlar ekan? Mana shu demak pomidor so'ki. Pomidor tarkibida ikkinchi yana nima bor ekan kuchli? Demak, birinchisi salitsillat bo'lsa, ikkinchisi likopin degan modda bor ekan. Likopin. Mana shunaqa modda ataladi. Kuchli oksidant hisoblanar ekan bu. Likopin pomidorga qizil rangni berib turadi. Tomirlarni himoyachisi ekan. Uni ruslar tomirlarni telohranитель deb atar ekan. Qarang, mana shu likopin tomirlarni himoya qilar ekan. Uni hamma qavatini, ayniqsa ichki qavatini, endotelisini himoya qilar ekan. Ya'ni himoya bilan o'rab olar ekanki, uni endoteli, ya'ni tomirlar ichki qavatini shikastlanishini, g'adir-budir bo'lib qolishini va yallig'lanishini oldini olar ekan. Mana likopin qanday xususiyatga ega? Demak, mana shu ichkari endotelini silliq qilsa likopin, demak, o'tdan qon ichini endotelisini silliq qilsa, demak, qon choqqilab o'tib ketadi. Masalan, oddiy suv trubalarini olaylik. Suv trubalarining ichida turli xil narsalar o'tirib qolib, g'adir-budir bo'lish natijasida suv o'tish qiyin-ku. Odamning tomiri ham xuddi shunday ekan. Demak, mana shu tomirlarda qonni tez choqqilab yurishi uchun mana shu likopin degan modda bizga juda kerak ekan. U nimada bo'lar ekan? Demak, oddiy pomidorli suvda qaynamaganda. Demak, mana shu narsa likopinni hisobiga trombositlar o'tirib qolmas ekanda qon tomir devoriga va hech qanaqa bilashkalar o'shalar hosil bo'lmas ekan. Demak, mana shu pomidorni xom suvini ichib yuring, odat qiling, ayniqsa 50-60 dan keyin. Va insult, infarktni eng kamida 30-40% oldi olinar ekan. Hozirgina tushuntirib berdim. Tarkibida salitsillat, ikkinchidan likopin borligi hisobiga, demak, insult, infarktlarni oldi olinar ekan. Yana pomidor tarkibida kaliy, yurakni himoya qiladigan arteriya devorini bir xilda normal ushlab turadigan kaliy moddasi ko'pligi uchun ham bu bizga demak mana shu insult, infarktda, yurakli kasalliklarda juda zo'r bo'lar ekan. Ya'ni
Kaliyni vazifasi sizlar eshitgansizlar, organizmdan ortiqcha suvlarni chiqaradi. Demak, ortiqcha suvni chiqargandan keyin, masalan, organizmda shish bo'lsa, отек deydi. Отек kamayadi. Yana bu uchinchisi, demak, uni tarkibida kaliy moddasini va kalsiyum moddasini ko'pligi bordir. To'rtinchisi, tarkibida vitamin C bor, shamollanishga qarshi, devorlarni yallig'lanishga qarshi kurashuvchi va tomirlarni mustahkamlovchi, elastikligini egiluvchanligini ta'minlovchi, demak, vitamin C pomidor miqdorida juda ko'p ekan. Demak, qaynatilgan sok magazinlarda soklarni 99%da tuzlar bor, shakar bor va turli xil, masalan, konservantlar qo'shilishi mumkin ekan. Shuning uchun qaynatilgan, o'zingiz uyda qaynatganingiz ham hech qanaqa foydasi yo'q ekan. Albatta, mana shu soklarni o'zingiz uyda sokni chiqarmoqchi bo'lsangiz, uni sokini o'zingiz blenderda maydalaysizmi, sokovizmalkada qilasizmi, keyin setkadan o'tkazasizmi? Ana shuni qandoq olgan bo'lsa shundoq holatda bir kunda bir stakandan, hech bo'lmasa yoz, kuz sezonida ichib yursangiz, ancha narsaga erishar ekansiz. Demak, kuniga bir stakandan ichib yuring deyapti. Qonni agar ayniqsa 50-60 yoshdan o'tganlar kuniga bir stakandan mana shuni ichib yursa, qoni toza bo'lar ekan, qoni suyuq bo'lar ekan, tiniq bo'lar ekan. Mana sizga oddiy o'sha, mana sizga aspirin, mana sizga statin, pomidor. Buning uchun nima qilish kerak ekan? Qarang. Tayyorlashim sizlarga bitta yo'lini ham o'rgatmoqchiman. 3 ta o'rtacha kattalikda pomidorni olasizda, blenderda ezasiz. Maydalab blenderga solsangiz ezib tashlaydi, to'g'rimi yo'qmi? Keyin unga tuz bilan shakar albatta qo'shmaysiz. Demak, mana shuni postini ham olib tashlamang. Postidagi ichidagi urug'lari ham foydali ekan. Demak, bitta pomidorni shunda maydalangda, posti ham qolsin ichida, mana shuni blenderda yaxshilab ezasiz. Va xohlasangiz setkadan o'tkazing, xohlamasangiz shundoqlicha sokni albatta ertalab iching. Unga 0,5 choy qoshiq salat yog'i solsangiz zo'r bo'lar ekan. Qarang, pomidor sokini organizmga ziyon qilmasligi uchun pomidor sokini qanday ichish kerak ekan? Ana shu xomkazni yarim choy qoshiqgina o'sha pomidorga уже sizga organizmga turgan bitgani, ya'ni so'rilishi yarim choy qoshiq salat yog'i, bunga masalan zaytun yog'i qo'shasizmi? Oddiy salat, ne rafirinованный deb yozilganidan qo'shsangiz, juda foyda bo'lar ekan. Yana bitta narsani aytmoqchimanki, mana shu oddiy pomidorni o'zini suvini ichish uchun avval bir 15 minut, 10 minut burun bir stakan issiqqina suv iching. Ana shunda uni ta'siri zo'r bo'ladi. Keyin issiq suv ichgandan keyin 15 minut o'tib, sokni och qoringa iching. Ana shunda, demak, ertalab och qoringa birinchi sokni ichib, suvni ichib bir stakan issiqqina, oradan 10-15 minut o'tgandan buni ichsangiz, ana shunda 100% hammasi qonga so'rilar ekan va o'zini kuchini ko'rsatar ekan. Har kuni shuni iching, erinmang, yarim soatdan keyin ovqatlanishingiz mumkin. Mana sizga mo'jizaviy, ya'ni mo'jiza deb aytsam bo'ladigan, nima deydi? Tomat soki, ya'ni tomatniy sok deganda pomidor soki deydi. Ruslar pomidor soki, ular tomatniy sok deydi. Faqat bizga qanaqasi kerak ekan? Svejisini olib qilingani kerak ekan. Bor yo'q shu. Mana shuni ichib yursangiz, ayniqsa mana shu siydik tutolmayotganlarga zo'r. Endi siydik tutolmayotganlarga aniq men sizlarga bitta narsani yana aytaman. Sabzini sokini, qizil sabzinimi, xohlasangiz oqinimi, qizil sabzini sokovizmalkada ezasizmi? Blenderda ezasizmi? Mana shuni bir stakanini, qo'rqmang, u qizil lavlagini bir stakan ichib bo'lmaydi sokini, u kuchli. Qizil sabzini bir stakanini birdaniga och qoringa bitta ko'tarishda ichsangiz, bir kunda siydik tutolmaslik kasaliga ham ta'sir qiladi va ayniqsa sistit bo'lganlar, tez hojatga qatiydigan o'tkir sistit bo'lganlarga juda yaxshi ta'sir qilar ekan. Mana bugun sizlarga shular haqida bermoqchi edim. Salomat bo'linglar. Sog' bo'ling.